Assalomu alaykum, Express Cho'dak gruppasi a'zolari. Men ko'rib turganingiz Xitoydan mana shu trenajyorlik rizikalarni zakaz qilgan edim. Ko'rib turganlaringizdek, yo'ldan mana shu qanaqalari. Hozir foydasini ko'rdim, juda ham ular ishga qo'yganmiz. Unga tosh qilib yurish hojati yo'q. Mana bitta ko'paytirib ketaverasizlar. Yo'lda juda ham ko'p. Hozirda o'zida, mashina o'zida 6 ta edi. Yana qo'limda 5 ta. Buni ko'paytirgan sari kilosi ko'payib ketaveradi. Mana buni qo'yib qo'yamiz. Sizlarga bitta ko'rsataman. Obrazец uchun. Mana, qo'lga qilinadi. O'zlaringni ozgina vaqt tashlaysizlar. Hoppa. Молодец. Mana. Bunda hozir qani 6 ta mana. Normalde hozir примерно adashmasam bir 30 dan oshiqroq 40 atrofidagi tosh ko'targan deb o'ylayapti. Normalde turadi. Endi bu bitta bunga emas, bunaqasiga qilsalar bo'ladi. Ha, qo'lga. Qo'lda mana bitsepga, oldiga. Ikkita. Ashi bor-ku, lekin zo'r. Tavsiya qilaman bo'ldi. Narxini hech kimga yozsanglar aytaman. Gruppaga tashlab qo'yaman. Universal xullas bor-ku, hamma taraflama full body bor-ku, полный badanni tarbiyalab qo'yadi, cho'tka qilib. Press kachar deysizlarmi, oyoqqa ishlash, hammasini mana shuni o'zi bajaradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.